Men o'zi sinadi deb o'yladim. O'zim ham 110 kiloman. Tashlagandan keyin o'zi kamida 200 kilo atrofida chiqadi, to'g'rimi? Sinadi deb o'ylagandim, sinmadi. Demak, sifatli narsa ishlatamiz-da. Shunaqa deganda bu. Voy, mana bu baquvvatligini qarang. Stol olsang shunaqa ol. Bo'lmasa boshqa umuman olma deydi-ku. Kirganimizga unchalik zo'r emas edi, lekin hozir bilmadim, o'zgacha chiqdi. Ana qaranglar. Zal gektar bo'lib yotibdi. Ba'zi hovlilarda bunaqangi katta zal yo'q. Bu kvartiraning zalini qaranglar. Mana bu yoqqa bemalol 12 kishilik stol va mягкий zonasini qo'ysangiz ham bo'ladi-da. Navbatdagi xonadonimizni patключ remont ishlarini tugatdik deya olmayman, chunki patключ mebel, dekoratsiya, gilam, parda shunga o'xshash narsalarni qo'yib berdik. Videoni oxirigacha ko'ring, qilib bergan ishlarimizni birga-bir sanab o'taman. Narxini ham oxirga aytib o'taman. Arziydimi, yo'qmi shunaqa ichiga 150 kvadratga yaqin bo'lgan xonadonimizning ichiga polni hamma parda, gilam, mebel texnikalari bilan qo'yib berganmiz. Arziydimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldirasiz. Xudo xolasa, uyingizni o'zimiz remont qilib berganimizdan keyin shunaqa parda, gilam texnikalari bilan ham to'ldiramiz. Remontingiz qilingan bo'lsa agar, parda, gilam texnikalari bilan yo mebellar bilan to'ldirish uchun chaqirsangiz agar bitta vizit bilan borib turib chiroyli qilib beramiz. Qani ketdik. Voy, mana bu baquvvatligini qarang. Stol olsang shunaqa ol. Bo'lmasa boshqa umuman olma deydi-ku. 6 kishilik stol qo'yib berganmiz. Mana shunaqa noodatiy tandirlar, pardalarni ham zashta tullari bilan yaxshi sifatdan. Kuxni mebelimiz qilingan edi. O'shaning uchun faqat uy egasi biroz budjetliroq bo'lsin deganki, budjetliroq texnika olib berib turib, o'shani hisoblaganmiz. Vichka gaz plita qo'yib berganmiz. Bu yerda bo'lsa kir yuvish mashinasi, skritli duxovka va mikrovolnovkalar qo'yib berganmiz bu yerga. Gilam va pardalar ham shuning ichida. Voy, mana buni qarang. Dekoratsiya bilan polni celi devorni to'ldirib tashlaganmiz. Juda chiroyli chiqdi, o'zimga ham yoqdi. Mana bunaqa podsvetkali oynalar bilan avalni, make-up zonasi, tumbuchka, duh spalni, lekin spalni bor-ku, vashi yorib o'rganmiz. Mana buni qarang. Mana bunaqa мягкий подголовникlar, mebellarni, подвесной, подсвилlar va yonboshda bo'lsa agar 4 ta eshikli shkaflarni ham qo'yib berganmiz laminat bilan. Kandil, pardalar ham shu pulning ichiga kiradi. Hol qismimizga ikkita avalni chiroyli mana shunaqangi gilamlar, kandil, dekoratsiya va mana shunaqa искусственный daraxtlar juda chiroyli ko'rib berib turibdi xonadonimizga. Biralar, detskiy spalnisiga o'tamiz. Detskiy spalnisiga ikkita bolajonlarimiz uchun yotoqxona, ikkita yonboshga tumbuchkasi, dars qilish zonasi, kitob qo'yish uchun podvesnoy shunaqangi mebellar. Mana bu yerda bo'lsa agar polni kimlarni qo'yish uchun shkaf qilganmiz. Dopatalka qilmaganmiz. Endi dopatalkani o'zim yaxshi ko'raman. Hamma vaqt dopatalka qilishga harakat qilaman, lekin patolog bo'lgani hisobiga uni patologgacha chiqarsa agar yarashmasdi. Shuni hisobiga shuni qo'yganmiz. Qandil bilan pardani ham birdaniga qo'yib berdik. Bu bo'sh xonamiz. Shuning uchun faqatgina qandil, parda, gilamlarni qo'yib berganmiz. Zalni vafshi bor-ku, chotga chiqqan, o'zimga juda yoqdi. Kirganimizga unchalik zo'r emas edi, lekin hozir bilmadim, o'zgacha chiqdi. Ana qaranglar. Zal gektar bo'lib yotibdi. Ba'zi hovlilarda bunaqangi katta zal yo'q. Bu kvartiraning zalini qaranglar. Mana bu yoqqa bemalol 12 kishilik stol va mягкий zonasini qo'ysangiz ham bo'ladi-da. Bu yerda qilib bergan ishimiz katta 65 talik televizor qo'yib berilgan. Ammo bu avvalni qilib juda chiroyli chiqarganmiz dekoratsiyalarni. Mana bunaqa sun'iy ikkita daraxtlar juda chiroyli chiqqan bu ham. Освещенный polkalar. Kitob, suvenir, shunga o'xshash narsalarni qo'yishlar uchun juda qulay. Ikki yonboshda lyustraga mos qilib bira qo'yganmiz. Bu yerda bo'lsa agar shunaqa mashhur o'zimizni uzumchalik lyustramiz. Uzumga o'xshaydi shakli chunki. Pastga bo'lsa ham mana shunaqangi podvesnoy, подсиви. Avalni qilib yonboshlarini juda chiroyli qilgan. Bu yerda bo'lsa agar parda, gilam hammasi. Bularni hammasi $12,000 evaziga. Kommentariyada yozib qoldiring. $12,000 evaziga shuncha narsa arziydimi, yo'qmi? Narigi xonaga mebel, bu yerda bo'lsa shunaqa dekoratsiya, parda, gilam, dekorlar, usta ishi, o'rnatishi, abeti, babet, taqat-tuqut hammasi shu pulning ichida. Uyingizni agar remont qilib bo'lgan bo'lsangiz agar, xudo xolasa mebel ishlari qilish kerak bo'lsa yoki shunga o'xshagan dekoratsiya ishlari qilish kerak bo'lgan bo'lsa agar, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa borib chiroyli qilib, ustunovka qilib, mebellarni ham boshqasini ham qilib beramiz. Salomat bo'ling. Quyidagi raqamlarga telefon qilib turib, bemalol call centrimizga tushishingiz mumkin. Salomat bo'ling.